Hijriy 853, melodiy 1449-yilning kuzi. Samarqand osmonida qora bulutlar. Saltanat buyuk to'fon oldidan bo'ladigan qo'rqinchli bir holat og'ushida yashamoqda. Shohrux vafotidan keyin boshlangan talotumlar oqibatida yuzaga chiqqan hokimiyat uchun kurash avjiga chiqqan. Shahzoda Abdulatif otasi Mavarounnahr hukmdori va buyuk alloma olim Mirzo Ulug'bekka qarshi bosh ko'targan payt. Dunyoda tengsiz rasadxona, asrlarga arzigulik kashfiyot, yulduzlar jadvali, Ziji Ko'ragoni, ilm mulki saqlanayotgan katta kutubxona, Ulug'bek atrofiga yig'ilgan dunyoga mashhur olim va donishlar taqdiri. Xullas, Ulug'bek hukmronligi davrida shakllangan va gullab yashnagan ma'rifat, ilm va urfon halokat yoqasida. Hamma podshoh bo'lasanmi deb shivirlayotgandek. Yolg'iz qolsam ham podshoh bo'lasan
sen podshoh bo'lasanmi deb aytgandek bo'ladi. Qulog'imga tinmay shu so'zni aytadilar. Faqat shu so'zni o'zi takror bo'lgan. Podshoh bo'lasanmi? Podshoh bo'lasanmi? Yo'q. Men podshoh bo'lishni ham, valiahtlikni ham istamayman. Qo'rqaman. Qo'rqaman. Abdulatif baribir terimga somon tiqadi. Abdulaziz, nelarni pichirlaysan? Nega rangingda rang yo'q? Padar buzruk. Nega titraysan? Nega yuragimga dahshat solasan? Padar buzruk. Men valiahtlikni minbat istamayman. Abdulatif valiaht bo'lsin. Abdulatif valiaht bo'la qolsin. Baribir bizni o'ldiradi. Sizni ham sog' qo'ymaydi. Aqling zaifligini bilardim. Lekin bunchalar ojizligingdan bexabar ekanman. Otajon. Tavallo qilaman. Abdulatif valiaht bo'la qolsin. Shunday qilmasangiz, u baribir paytini poylab, terimga somon tiqishdan qaytmaydi. Axir u senga og'a bo'ladi-ku, padar qusur. Balki valiaht deb tan olinganini eshitsa, niyatidan qaytar, a? Eyvoh. Peshonam shunchalar qaromi. Padar buzruk. U har safar Hirotdan Samarqandga qaytganda mendan ko'z uzmay bigiz qilib sanchigan edi. Valiaht bo'lganidan keyin esa ko'zidagi bigiz xanjarga aylandi. U xanjar tunu kun qonimni tilaydi. O'zingni tut, shahzodai valiahd. Men undan qo'rqaman. Otajon, qo'rqaman. 5 o'g'lonimdan ikkingiz qoldingiz. Ammo netay, biringiz qo'rqoq, biringiz esa xiyonatkor. Otajon, bir-biringizga suyanib ish ko'rasiz degan umidim bor edi. Otajon, tavallo qilaman. Boshimdan valiahtlik tojini olib tashla. Mendan rafqi shafqatingizni ayamashir. Zaifliging tufayli seni erkalay shu ahvolga solgan men o'zim. Abdulatif mendan uzoqda o'sdi. Mehr e'tiborni boshqalar bersa, bola ham o'shalarniki bo'lar ekan. Yillar o'tib shuni angladim-u. Qanchalar muruvvat ko'rsatsam, shunchalar meniki bo'lasan deb seni yonimdan jildirmadim. Ammo netay, yana adashibman. Otajon, men sizni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Shunday bo'lsa, o'zingni tut. Yonimda tur, shijoatli bo'l. Ammo Abdulatif,
Abdullatif ham insofga kelar. Olampanoh. Amirlar qabulingizni so'rab kelibdilar. Kirsinlarmi? Kimlar? Amir Bobo Husayn Turkistoniy, Sulton Shoh Barlos, Amir Shoh Vali, Amir Miron Shoh Qovchin. Chorlang. Hoji Nizomiddin. Qozi Kallon va Shayxul Islom janoblarini ham chaqiring. Xo'p bo'ladi. Bor. G'aribligingni ko'rishmasin. Ularning ko'zlariga ko'rinmaganing ma'qul. Bor. Yaratgan egandan Iskandariy zamon bo'lmuş sultonimiz Ulug'bek Ko'ragon hazratlariga inoyatlar, davlatlariga omonlik tilaymiz. Manziratga hojat yo'q. Muddaoga o'ting. Ota bobolarimiz udumini ado etdik podshohim. Uzr. Maqsadga o'ting. Biz va bizning ota bobolarimiz ulug' jaddingiz Sohqiron Amir Temur Ko'ragon hazratga, ul beqiyos zot avlodlariga, shu qatorda sizga, eng avvalo sizga sadoqat bilan xizmat qilganlar va xizmat qilyapmiz. Saltanat istiloda ham Maqsad Amir Miron Shoh. Maqsad Olampanoh, izozi ikromning, siylashlarining ham cheki bor. Mirzo Abdulatif haddidan oshdi. Ko'ngli taxt tusab qoldi. Fikri buzuqlikka yuz tutdi. Siz esa
unga pandu nasihat, maktub yo'llashdan boshqa chora ko'rmaysiz. Ikkilanasiz. Ikkilanish? Bo'lg'usi mag'lubiyat podshohim. Tuqqan otaga qo'l ko'targan farzand. Farzandmi a'lo hazrat? Bundoq farzand bag'ridan o'tish kerak. Bordan yo'g'i durust. Fikri buzuq shahzoda shiddat bilan bostirib kelmoqdalar. Qo'lida qilichi yalang'och, quturgan daryoni band bilan, quturgan tuyani kamand bilan, quturgan dushmanni jang bilan to'xtatadilar. O'g'lingizni ham yolg'iz qilich to'xtatishi mumkin. Sizning taraddudingizni ojizlik alomati deb bilgan ayrim amirlar Samarqandni xufiya tark etib, shahzoda tomon ketmoqdalar. O'tgan har bir fursat sizga qarshi on hazrat. Huzuringizga davlatingiz omonligini deb keldik podshohim. Oqpadar shahzoda. Amir Shohvali, men hali o'g'limni oq qilganimcha yo'q. Mirzo Abdulatif sizni toj taxtdan soqit qilib, o'zi podshoh bo'lmoqchi. Ota rizoligisiz qachon o'g'il taxtga o'tirgan? Biz bunga aslo yo'l qo'ymaymiz. Biz sizning sadoqatli amirlaringizdanmiz. Shundoqmi? Ha, taqsir. Shunday. Biz bu yerga sizni de keldik, podshohim. Meni deb kelgan bo'lsangiz, bilib qo'yingiz. Men farzandim qonini to'kishni istamayman. Yaxshisi toji taxtdan voz kechaman. Podshohim, achchiqqa erk bermang. Aslo bunday so'ylamang, on hazrat. Men bad, menga bu haqda gapirmang. O'g'lim bilan jang qilishni istasangiz, boringiz jang qilingiz. Faqat meni farzandimga tiq ko'tarishga majbur etmangiz. Yo'q. Yaxshisi boringiz. Qochqin munofiqlar ketidan shahzoda oldiga boringiz. Birgalikda boshimga kelingiz. Sizlarni bilmaymanmi? Ana siz Amir Shohvali. Sulton Ulug'bek podshohlikka yaramaydir. Yo podshohlik qilsin, yo yulduzlar sanasin deb suxandonlik qilganingiz yolg'onmi? Yoki siz Amir Sulton Shoh o'z farzandlarini eplolmagan odam qanday qilib podshohlik qilsin deb aytganlaringizcha? Astagfirullah. Podshohimizga ravshan bo'lsin kim, bu kabi majzum so'zlar bizga tamoman yotdir. Sizni ham hukm farmonida, ham ilm bobida yaktoligingiz hamisha boshimiz ustida bo'lgan. Sizga bunday ig'voni yetkazgan kimsalarning niyati sodiq qullaringizga toqmat qilishdan boshqa narsa emas. Sizlarga men emas, mol-mulk talashadigan, qilichini qiniga solmaydigan podshoh kerak. Maqsadingiz jangu jadal bahona boylik orttirish. Allohga ming qatla shukr kim. Qilichimiz zo'ri bilan davlatingizni saqlab qoldik. Xazinangizni to'ldirdik podshohim. Unutmang podshohim. Tarix ham avval tig' bilan, keyin esa qalam bilan yoziladi. Qilichlarimız soyasida kitoblar bitdingiz. Rasad tikladingiz. Zich tuzdingiz. Ammo saltanat asosi bo'lmish qo'shinni unutasiz. Oqibatda Abulxayrxon yag'mosi tufayli mamlakat vayron. Bu yoqda nomard farzand isyoni. Shunga qaramay
Rasad ta'mirini o'ylaysiz? Qohirai Bag'doddan, Hindi Xitoydan qimmatbaho anjomlar, kitoblar xarid qilish bilan ovorasiz. Men kuch, qudrat va adolatni ilmda ko'raman. Ilm esa nodir kitoblarda jamlangan. Biz usiz bir kun kelib bir hovuch tuproqqa aylanamiz. Kitoblar esa abadiy odamlarga murabbiy bo'lajak. Murabbiy deysiz davlat panoh. Ammo siz necha ming yil kitob o'qigan podshohning ustiga eng dono hukmronlar sabog'ini olgan bilimdon shahzodani bostirib kelayotganiga nima deysiz? Muhammad miskin janoblari, o'g'lim emas, jaholat ustimga bostirib kelmoqda. Qayerdasan, Abdullatif? O'g'lim, bu beomon kecha quchog'idagi iztirobli iltijolarimni eshitayotgan bo'lsang, menga sado ber. Meni qiynayotgan savollarga javob ber. Ota, men shu yerdaman deb ayt. Men shu yerdaman, padari buzruk. Nimalar qilib qo'yding, nodon farzandim? Qaydin bu adovat? Nechun bu beyomonlik? Nechun bu alam, uqubat, ota? Men bilmasman o'g'lim. Bilmayman demang. Yaxshi bilasiz, padari buzruk. Siz bu yo'lga oldinroq kirgansiz. Men bugun qo'l urgan ishlarga siz oldinroq jazm etgansiz. Men padarimga tig' ko'tarmaganman, Abdullatif. Siz emasmi Mirzo Abu Bakrni qatl ettirgan? Boyqaro Mirzoga og'u ichirgan? Amir Ahmad Mirzoni Badarg'a yetgan? Men shu ishlarni qilgan bo'lsam, el ulus tinchligi, saltanat omonligi uchun qildim. Shunday qilmaganimda ular boshlagan qavg'olar, yurtni xonavayron, saltanatni parokanda qilgan bo'lar edi. Siz emasmi? Rasad madrasa panasida xayol surgan. Oqibatda bobomdan qolgan mulkni yag'moga tashlab, yog'iy oldiga tushib qochgan. Ammo mag'lubiyat sababini o'zidan emas, mudom o'zgalardan qidirgan, boshqalarni xiyonatda ayblagan. Men kimga xiyonat qildim? Kimga vafosizlik qildim, Abdullatif? So'zlaring ayovsiz. G'azabing qazoyi qadardek qat'iy va cheksiz. Shunchalar takabburmisan? Axir men sizni o'g'lingizman, padari buzruk. Siz menga ilm falak, riyoziyot, g'azal, kuy bitmakni o'rgatdingiz. Takabburlikni ham sizdan o'rgandim. Xiyonatda ayblashni ham faqat sizdan o'rgandim. Men otang boshiga qilich ko'tarib bor deb o'rgatmagandim-ku. Bu odat qaysi tuzukda bor? Lekin qaysi tuzukda birovning g'alabasini boshqaga bermoq bor? Tarnob jangida jonbozlik qilgan kim? Men emasman. Ammo g'oliblik nishoni kimga berildi? Suyukli o'g'lingiz qo'rqoq Abdulazizga. Abdulaziz begona emas, o'z jigaring. Men dunyodan ketar bo'lsam, o'rnimga otalik qilasan degan umidim bor edi. Sizni xohish irodangiz ota-bobolar hukmidan zo'rroqmiki? Sharmanda Abdulazizni valiahd ataysiz? Qaysi tuzukda yozilgan? Aka tirik ekan ukaning valiahd bo'luri. Shuning uchun otangni jarga yetarasanmi, o'g'lim? Sizni jarga yetargan men emas. O'sha mal'un o'g'lingiz valiahd bo'ldim deb hirsga berildi. Amirlaringiz haramini bulg'adi. Qo'lida qilich emas, jon tutmoqni odat qildi.
Yigit yolini harbi maydonda emas, maishat to'shaklarida sarf etdi. Nomingizni qaro etgan, sha'ningizni bulg'agan o'shal murtad emasmi? Yo'q. Men Amir Temur xonadoni sha'nini bulg'ashlariga hech kimga yo'l bermasmen. Jismi zaif, aqli mag'zun iningdan rahim shafqatingni darig' tutma, Abdullatif. Siz hali shu sababdan unga muruvvat etdingizmi? Shu sababdan uni valiahd etdingizmi? Ha o'g'lim, ha. Men bu qarorga kelganimda Abdulaziz og'ir xasta edi. O'yladimki, shunday qilsam, zaiflashgan vujudi munsarif bo'lg'ay, hayotga bo'lgan ishonchi ortgay. Tabiblarning muolajasi bilan emas, mening shu ahdim bilan mag'zun yuragi quvvatli bo'lgay. Kimga xiyonat qildim deysiz? Axir bu xiyonat emasmi? Saltanatni zaif, mahzun qo'llarga bermoq, saltanatni ham zaif va mahzun qilmoq emasmi? Padari buzuruk, men seni sohibi ilm ekaningga ishonib, bu narsalarga farosating yetadi deb o'ylagan edim. Inchunun sen ko'p mashaqqatlar chekding, zindon-u quvg'inlar azobini tortding. Aqling pishgan deb o'ylagan edim. Og'ayini et bila tirnoq bo'lib ketasizlar degan armonim bor edi. yolg'iz shularni o'yladingizmi? Yo'q, aslo. Siz valiahdlikka meni emas, Abdulazizni ko'rishni istagan va bu yo'lda tinmay men haqimda bo'xtonlarni qulog'ingizga quygan badniyatlar gapiga uchdingiz. Abdullatif qiziqqon, Abdullatif o'ylamay ish tutadi, Abdullatif bunday deb tinmay qulog'ingizga quyaverdilar. Oraga g'araz soldilar. Men janguchadan kechgan paytimda Abdulaziz bog'i bihishdan alarning haramlaridan tortib olgan kanizaklar bilan maishat qilganini ko'rib, ko'rmaganga oldilar. Chunki valiahd shahzodaning ojizligi, maishatga ochligi kelajakda ularga keng imkoniyatlar berajagini yaxshi anglardilar. Meningni qilmishlarini ko'rib ko'rmaganga olgan o'sha kimsalar hozir seni yoningda-ku. Ha. Ular mening yonimda. Erta-indin amirlaringizning hammasi mening yonimda bo'ladi. Bilasizmi nima uchun padari buzuruk? Xo'sh, nima uchun? Siz podshohsiz. Ammo o'zingizni himoya qilishga majbursiz. Bu esa zaifligingiz belgisidir. Olampanoh, ikki yo'ldan birini tanlamoqingiz shart. Yo qo'l qovushtirib qismatingizni o'g'lingiz ixtiyoriga topshirmoq, yoyinki qilich bilan shahzoda yo'lini to'skaysiz. Shu yo'lni tutsangiz, biz sizga sadoqat bilan xizmat qilaymiz. Amringizdan zinhor bosh tortmagaymiz. Biz bu yerga sizga sadoqat bilan xizmat qilmoqqa keldik. Dunyoning qay nuqtasini orzu etsangiz, o'sha yerga qadar itingiz bo'lib boramiz. Amir bobo Husayn, nechun siz sukutdasiz? Nega kelganingizdan beri og'iz ochmadingiz? Men ham jang qilmoq fikridaman. Lochinning ucharga madori qolmasa, chumchuqqa masxara bo'lg'ay. Davlatpanoh,
Haddidan oshgan shahzodaga kuch qudratingizni ko'rsatib qo'ying. Hali qilichingiz o'tkir. Qilichim o'tkir bo'lsa-da, o'z sopini kesolmagay. Ammo bir qinga ikki qilich sig'mas, a'lo hazrat. Butun tarix oldida, el ulus oldida sharmandalik u tavqi la'natni bo'yinga olib, ota bola toji taxtni talashib, jang maydonida yoqa bo'g'ishamizmi? Ammo jang qilib isyon yo'lini to'smasak, qo'l ostida miltirab turgan boshqa buzg'unlik gulxanlari ertaga yong'inga aylanur. Oshiqmangiz. Hali muhlat bor. O'g'limni qilichi bo'ynimga urilguncha muhlat bor. Muhlat yo'q. U daryodan o'tib bo'ldi. U yo'lini hech kim to'sa olmaydigan vajohat yasab kelmoqda. Dovul haydagan bulutlar kabi hirs, adovat bilan kelmoqda. Nega daryodan o'tding, Abdullatif? Nega o'tding? Daryoning bu tomoniga o'tishga haqqing yo'q edi. Nega o'tding? Nega? Men daryodan kechib o'tdim, qiblagoh. Sharmandalikdan qo'rqmaysanmi, Abdullatif? Bu zamonda mag'lublar sharmandadir, g'oliblar emas. Ammo adolat men tomonda, o'g'lim, men tomonda. Shuning uchun ham yengilasiz, padari buzruk. Sababi mening qo'limda kuch-qudrat qilishi, men tomonda kuch-qudrat dag'dag'asi, sizning ilkingizda adolat qalqoni. Amirlar hech qachon adolatni himoya qilmaganlar. Ular kuch-qudrat timsoli saltanatni hifz etganlar. Kuch men tomonda, demak adolat ham men tomonda deb o'ylaydi ular. Senchi? Sen nima deb o'ylaysan? Men o'ylamayman. Men hujum qilaman. Men daryodan kechib o'tdim. Mana shu mening o'ylaganim. Mana shu so'rog'ingizga javob. Shahzoda, unutma. Kimki biror narsaga ortiqcha hirs qo'ysa, o'sha narsadan halok bo'lajak. Yana shuni bildingki, kim g'olib bo'ladi, kim yo'q, buni yolg'iz Xoliqi olam biladi. Ha, Parvardigori olam barini biladi. O'limdan shunchalar qo'rqmaysanmi? Yo'q, padari buzruk. Qo'rqmayman. O'limga tik boqmoqlik yo nodonlik, yo donishmandlik. Ammo yolg'iz izzatli o'limgina saodatdir. Sizchi? Siz o'limdan qo'rqmaysizmi? Qo'rqasiz. Odam o'ldirishdan ham qo'rqasiz. Yo'q, siz o'ljasini kamon bilan ovlashni suygan sayyodga o'xshaysiz. O'q uzasiz u, ammo uning o'lim talvasasida qiynalishini ko'rishni istamaysiz. Podshohim, yo bizni jangga boshlang, yo bizni javobimizni bering. Biz boshqa biron dargohga borib bosh urg'aymiz. Agar shahzoda Darussaltanani ilgiga kiritsa, yolg'iz bizni emas, farzandu ayollarimizni ham sog' qo'ymas. Buni ham shar'iy hukmdorga bo'lgan sadoqatimiz uchundir. Shuni bila turib, qo'l qovushtirib turgandan ko'ra, o'zgalar huzuriga borib bo'lsa-da, farzandlarimiz hayotini asrash bizning vazifamiz emasmi? Unda demang, Amir Sulton Shoh. Aslo unda demang. Adolatparvar podshohimiz g'oyatda to'g'ri tadbir topishlariga ishonurman. Bizning vazifamiz mamlakatni parchalamoq orzusida bo'lganlarni ayamay yo'qotmoq. Podshohimizga sadoqat bilan xizmat qilamiz deb qilgan ahdimizni halol, bir tomchi qonimiz qolgunga qadar o'tamoq. Ammo shu on
Shu lahza bir haqiqat ayonki, yurtning qismati qora quvvat changalida qolgan ekan, saltanatning, ilmu urfonning, ezgulikning qismati sizning qo'lingizdadir. Agar mamlakat zulm, saltanat adovat, ilmu urfon jaholat changalida qolmasin desangiz, qora quvvatni bo'g'ovga solmoq kerak. Haq gap. Mirzo Abdulatif o'ylamay netmay ish tutadigan serzarda dag'al yigit. Yurtni unga bermaslik kerak. Jang qilmoq kerak, jang. Ishonchim komil. Agar siz toji taxtni o'z ixtiyoringiz bilan topshirib, evaziga marhamat kutsangiz, adashasiz davlatpanoh. Shahzoda bakovullari oxir oqibat joningizga qasd qilmay qo'ymaydirlar. Ne bo'xtonlarni so'zlamoqdasiz? U hech qachon o'z padari joniga qasd qilishdek jinoyatga qo'l urmas. Bunday shubhalarga yo'l qo'ymang. Bu shubha emas, Shahriyor. Shubha emas. Sizdan jafo ko'rdim deb yurganlar ozmi? Shahzoda taxtga o'tirishi bilan ular sizdan xun talab qilmasinlar. Axir dunyoda diyonat, oqibat, shariat degan narsalar bor. Ularni xatlab o'tish oson emas. Ular daryodan xatlab o'tgandek, siz aytgan narsalar ustidan ham xatlab o'tirlar. Ularning o'z adolatlari, o'z diyonatlari bor. Bas yetar. Boboqsang, g'azabimni qo'zg'amang. Ortiq bunday gaplarni aytishdan tiyiling. Meni gapirishga majbur etdingiz. Shahzodaning asl niyati toji taxtni olishi bilan sizni o'ldirmoq. Amir janoblari, siz bu gaplarni xuddi o'z qulog'ingiz bilan eshitganday so'ylaysiz. Agar biror gapdan xabaringiz bo'lsa, ayting. Mana sizga shahzoda niyatining dalili. Nima bu? Bugun tunda kesh yo'lda qo'lga olingan chopar etigining qo'njidan topildi. Ming afsuskim, qo'lga olingan chopar Ko'ksaroyga yetmay o'ldirilgan. Shu bois maktub kimga atalgani sirligicha qoldi. Choparni kim o'ldirdi? Noma'lum. Bog'i shamol yonidan o'tib ketayotganda panadan turib otilgan o'qdan nobud bo'lgan. Vijdon deysizmi? Vijdonlari bo'lgan dedi. Ular shar'iy podshohga tig' ko'tarib kelarmidilar? Shariatmi? Ular shariatni ham, dini islomiyani ham o'zlaricha talqin etirib, o'z manfaatlari yo'liga xizmat qiladirlar. Va mana bu yerda o'tirgan Shayxul Islom bilan Qozi Kalon janoblarni ham o'limingizga fatvo berishga majbur etarlar. Bizga tuhmat qilmang, Amir. Shaqqoqlikning ham haddi bor. Men umrim bo'yi adolatga xizmat qildim. Bundan keyin ham inshaalloh xuddi shunday bo'lay. Meni majbur qilsalar ham, bo'ynimga qilich ursalar ham, nohaq qon to'kiladigan hech qanday qog'ozga muhrimni bosmayman. Ular bolalaringizni o'rtaga qo'yurlar. Ko'z oldingizda ularga azob berurlar va siz ham muhringizni bosishga majbur bo'lgaysizlar. Minbat. Terimni shilsalar ham men do'zax azobiga eltuvchi yo'lga kirmasmen. Kama huwa haqquhu. Qal'a dorug'asi kesh kalitlarini Abdullatifga qo'sh qo'llab topshiribdi. Biz ko'makka yuborgan qo'shin jangga kirmay Davon tomon chekingan. Mabodo Sulton Ulug'bek shahardan tashqariga chiqqudek bo'lsa, qaytib kirishiga izn berilmasin. Maktub qalbaki bo'lmasin tag'in.
Yo'q. O'g'limni muhri bosilgan. Bu maktub tasodifan qo'lga tushmaganda ehtimol hamon siz bizni so'zlarimizga ishonmas edingiz. Ha. Bu Abdullatif dastxati. Muhr ham uniki. Xotki shu meni o'g'lim bo'lsa. Tug'ilgan onimdan qora bashorat la'nati ostida yashadim. Bolaligimda yo'q qismatimdan o'kindim. Keyin meni o'zingizdan uzoqqa qirotga onangiz huzuriga jo'natdingiz. Taqdirning qaro yozig'ini qarangkim, mening bibim, sizning onangiz kecha-yu kunduz meni sizga qayradi. Malika-i onamiz Surayyo yulduzidek beomon edilar. Ammo men sizni behad suyardim. Bor vujudim ila sizga intilardim. Inimni boshini silagan qo'llaringiz bilan mudom meni ko'ksimdan itardingiz. Men ham seni suyardim. Baxti qaro farzandim. Munajjimlaringiz tinmay quloqingizga shipshidi. Sizni kushandangiz shu o'g'lingiz zinhor yaqin yo'latmang dedi folchilaringiz. Kechir kufrimni ey Xudoyim. Oxir oqibat men ham bunga ishona boshladim. O'zimni ishontira boshladim bu so'zlarga. Siz meni ishontirdingiz bu so'zlarga. Hasrating menikidan ham og'ir ekan-ku, bolam. Ixtiyoriddin qal'asidagi xazinamni tortib olganingizda o'rtanmadim. Tarnob jangida Nusrat tug'ini Abdulazizga berganingizda ham o'rtanmadim. Mudom shubhada yashaganimdan ham o'rtanmadim. Bishopurda hastalanib yotganimda Abdullatif hiyla ishlatyapti. Menga qarshi fitna tayyorlayapti deb zudlik bilan kelishimni talab etdingiz. Meni xasta holimda zambilda ko'tarib kelganlaridan o'rtandim. Shunda men dunyo shubhadan iborat ekanligiga iymon keltirdim. Hamma narsani shubha ostiga oldim. Afsus. Ishonib yashaganingda seni qanchalik suyganimni bilarding. Bu dunyoda adolat, mehr, muhabbat, ezgulik degan narsalar borligini ham bilarding. Shularga ishonib oqibatingiz nima bo'ldi, padari buzrukvor? Men sizga achinaman. Siz ishongan ilm urfon, siz sadoqat qilgan adolat, qoida ojiz bo'lib chiqdilar. Ular mening qilichim, amirlaringiz xiyonati oldida ojiz qoldilar. O'g'lim, oyog'ing ostiga qara. Minglab ko'zlar senga termuladur. Ularni toptab o'tma. Ko'zlaring toji taxt shuuridan ko'r bo'lib, ularni xor etma. Ikimizning ham boradigan joyimiz bir, nasibamiz bir hovuch tuproq. Kuni kelib, ikimiz yonma-yon yotirmiz. O'shanda ko'zlarimga qanday qaraysan?
o'shanda menga nimalar deysan? To'g'ri. Borar joyimiz ham, qismatimiz ham bir. Ammo men endi yo'limdan qaytmayman. Xudo bir, ahd paymon bir. Sizga qarshi bosh ko'targan ekanman. Qismatim shu ekan. Men ila jang qilasizmi? Qonimni oqizasizmi? Ixtiyoringiz. Men daryodan kechib o'tdim. Men yo'ldamen, ota. Abdullatif. O'g'lim. Amir bobo Husayn. Nechun bu maktubni bizdan pinhon tutdingiz? Shubha-yu gumon battar ortmasin dedim, Davlatpanoh. Maktub Darussaltanadagi amirlardan biriga yozilganiga shak shubha yo'q. Siz, Amir Mironshoh, bu haqda nima deysiz? Shahar dorug'asisiz, kim shaharga kiradi, kim chiqadi, barchasidan xabardorsiz. O'limdan xabarim bor, ammo bu gapdan xabarim yo'q. Men podshohimga sirqidildan xizmat qilib kelyapman. Bundan keyin ham Choparni o'ldirilgani chato bo'libdi. Endi xiyonatkor kimligini aniqlay olmaymiz. Ammo maktub shundoq munofiqlar oramizda ham borligidan ishoratdir. Ishorat emas, ayni haqiqatdir. Andishani qo'yib ayturmen, jinoyatning bosh ildizi shu yerda. Darussaltanada ham bo'lmog'i mumkin. Shahriyor, so'nggi bir gapim bor. Eshitsinlar. Shahzodaning bu yerdagi quloqlari qani eshitsinlar. Agar u sizning joningizga qasd qilsa, Parvardigor haqqa aytaman, men uni sog' qo'ymasman. Ulnobakor Nizomiy hazratlar aytgan hikmatni unutmasin. Shoh bo'lmas otani o'ldirgan odam, oshmas oldoydan agar bo'lsa ham. Und ichamanki, agar shahzoda qoningizni oqitsa, aning podshohligi 6 oyga ham yetmas. Men uni mana shu qo'llarim bilan o'ldiraman. Ha, o'ldiraman va kallasini siz tiklagan madrasa peshtoqiga ilgayman. Joningizda qilchi umidingiz bo'lsa, endi tiyiling. Tilingizni kesing, tamom gung bo'ling. Men kim? Samarqand Darussaltanasida Ulug'bek so'zim. Amirlarga amrimni yetkazing. Jang hozirligini ko'rishsin. Erta tongda yo'lga chiqurmiz. Jang qilurmiz. Iblis ko'zlari bilan jang qilurmiz. Qaroringiz muborak bo'lsin, sultonim. Inshaalloh g'ayratingiz samarasiz qolmas. Shu paytgacha dilimiz zimzimistonday tun edi. Endi uzoqda umid shami yondi. Yo'q, endi uzoqda qilich,
qon, o'lim shamchirog'i ko'rindi. Yer ostidan sudralib chiqayotgan yovuz kuchlarning tantanasi boshlangandek to'rt tomondan yovuzlikning vishillashi eshitiladi. Ey Alloh, nechun menga bu qadar shum qismat ato etgan ekansan? Nechun aziz volidam ila sevgan farzandim menga bunchalik beayov bo'lishmasa, o'limimni qora quzg'undek bu qadar istashmasa, nega, nima uchun? Nahotki mehr-u muhabbatning javobi riyokorlik bo'lsa, oqibat shafqat, muhabbat bo'lmagan gap bu dunyoda yolg'izgina berahmlik hukmron bo'lsa. Axir issiqdan qaqshagan yerga ob rahmat bo'lib quyilgan yomg'irdan keyin toshday qotgan zamindan chechaklar unadi. Quyosh issig'idan tikanli navdalarda atir gullar ochiladi. Meni farzandlik va otalik mehru muhabbatimga esa shu qadar riyokorlik. O'zingni bos. Nima bo'ldi? Saroyda josus xufiyalar bor. Ular meni ta'qib etib, bosgan izlarimdan iskab yuribdilar. O'zing ko'rdingmi? Ya senga shunday tuyuldimi? Hozir biroz ko'zim ilinib, tush ko'ribman. Qarshimda nihoyatsiz choq paydo bo'lgan. Choqning bir tomonida amirlaringiz, bir tomonida siz u men turgan emishman. Bir payt qarasam, o'zimni dahshatli choq tagida ko'rdim. Dilimga g'alayon tushdi. Oromim ketdi. Otajon, biz ikkovimiz josus va sotqinlar qo'rshuvdamiz. O'zingni qo'lga ol. Bu sen ortiqcha ichgan sharob ta'siridir. Otajon, tavallo qilaman. Boshimdan valiahlik tojini olib tashla. Bor! Sohibqiron boboy mozorini ziyorat qil. Tiriklar so'zi senga ko'mak bermasa, zori marhumlar ruhi bilagingga quvvat, dilingga shijoat baxsh etsa. Bor! Faqat yig'lama. Mardona bo'l. Xudoyim oldida nima gunoh qilgan ekanman? Jahan
turuvchi alam bilan Ertaga urushga ketyapman. Kim biladi qismatda ne bitilgan. Podshohim omon bo'lsinlar. Yolg'iz qolsam, xayolan qo'shiqlaringni tinglayman, to'yjon. Ammo seni yonimga chorlashga imkon yo'q. Olam panoh. Agar jonim chiqar payti chorlasangiz ham huzuringizga yetib kelgan bo'lardi. Mungli ko'zlaringni yerdan uz, mendan-da uz. Falakka tikil, yulduzlarga boq. Bo'lmasa sening yuraging ham xuddi menikidek tosh qotadi. Shunda sen ham o'limni najot deb o'ylab qolasan. O'lim haqida o'ylamang, olam panoh. O'limni o'ylamak undan qo'rqmak emas, hayotni sevmakdir. Inson sevgohni yaratgan ekan, o'limni anglaganidir. Bale to'yjon, bale. Zehningga balla. Sen xonish qilgan sevgohga quloq tutib o'tirgan kezlarim, yuragimni kaftimga olib tomosha qilgandek bo'laman. Sevgoh alamim sirqirab og'rigan jonimga o'xshaydi. Ustoz. Bu yog'i nima bo'ladi? Bu yog'i Ali, senga aytadigan bir tilagim bor. Tilak bo'lsa bosh ustiga ustoz. Tangri shafoatidan umidim yo'q emas. Ammo eng achchiq gumonlar haqiqatga aylansa, rasaddagi qo'lyozmalar va kitoblarni asrab qolish yo'lini tutgil. Men ularni allaqachon ishonchli joyga joylaganman. Ular meni xotiramda joy bo'lgan. Yaxshi, yaxshi. Ammo inson xotirasi joni uzilguncha ustuvor. Kitoblar esa insoniyatning abadiy xotirasidir. Ular bor, bu xotira abadiy. Ali, men senga yuklayotgan vazifa nechog'lik xatarli ekanligini fahmlayapsanmi? Alqissa bu ishda o'ta ehtiyot bo'lishingni maslahat beraman. Kamina amringizni qaytarishdan kundaga bosh qo'yishni afzal bilurmen. Amrim emas, tilagim. Balki vasiyatimdir. Kundaga bosh qo'yish oson. Men senga undan og'irroq vazifani yuklatirman. Agar biz shubha qilgan voqealar yuzaga chiqsa, mendan voz kech.
Nomimni qoralashdan to'xtama, ha. Ustoz. Ha, mendan voz kech. Nomimni qorala. Faqat kitoblarimni qutqar. Yolg'on bilan haqiqat o'rtasida qanday farq borligini bilasanmi hali? Biz yolg'onni mehr ila yuragimizda ardoqlab yuramiz-ku, uni saqlab qolishga ojizmiz. Haqiqatda esa qancha nafrat bilan quvmaylik, u yana qaytib kelaveradi. Buni qaraki, men necha 10 yillab bino qilgan ilm va ma'rifat qo'rg'onini yakson qilish mumkinligi ming afsuski haqiqatga yaqin bo'lib qoldi. Alloh ko'rsatmasin. Ha. Shuning uchun eng kutilmagan, eng dahshatli kunlarga tayyor turaver. Aql javohirlaridan to'plangan boylikni senga topshirdim. Seni esa Xudoga. Menga vido so'zini aytayotgandek bo'lyapsiz, ustoz. Ana. Ilkingda bor imkoniyatdan foydalanib ko'rki, bu boylik avlodlarga yetib borsin. Yulduzlarga boqsam, hayollarim, alamlarim, shubhalarim tarqab ketgandek. Ozmi ko'pmi ko'rgan shodliklarimni, nihoyatsiz hasratlarimni, qalbimning najotsiz umidlarini, tiriklikka bo'lgan mehr muhabbatimni yolg'iz yulduzlarga to'la, chegarasi yo'q koinot tushunib yetgandek. Dardim yengillashgandek, o'zligimga qaytgandek bo'laman. Yulduzlarga qara ana. Qanday chaqnab porlaydirlar. Badniyatlarning ezgulikni yo'lini to'sishga urinishlari mana shu yulduzlarni o'chirishga urinishday bir gap. Ular so'ngan yulduzdan nom-nishon qolmaydi. Yulduz o'chgach, uni falak o'z qora qa'riga tortib ketadi deb o'ylaydilar. Yulduz o'chsa uning nuri, shuuri ham so'nadi deb xayol qiladilar. Bilmaydilarki, yulduz so'ngan taqdirda ham uning shuuri 1000 yillar davomida to yerga singib ketmagunga qadar chaqnab porlab turaveradi. Mana kaftimni yoritib turgan mana shu shuur balki Batlimuz yo Beruniy hazratlarining zamonidan kelgandir. Hali senga aytadigan so'nggi so'zim bor. Bil, bu dunyoda 2 hokim bor. Biri qilich, biri tafakkur. Ular o'zaro beomon, beayov jang qiladilar. Oxir oqibat tafakkur har doim qilich ustidan g'alaba qozonajak. Nahotki ustoz? Ha. Ammo g'alabaga qadar tafakkur necha marta xo'rlanadi, necha marta mahv etiladi. Mana hozir falakda Alg'ul yulduzi ko'rinmaydi. Koinot uni o'z qora qa'riga tortib ketgandek. Ammo bir necha kun o'tar o'tmas, u yana o'z joyida chaqnab porlab turaveradi.
va bu falak kajraftorida doimo qaytarilgay. Shu topda segohni tinglagim keldi. Alo. Janozam o'qilgan payt mabodo boshimda bo'lsang, ayt. Segohni kuylasinlar. Shunday aytsinlarki, ovoz avjida armonlarim torlari uzilsin. Shunday aytsinlarki, bu dunyoda zulm, hirs, xiyonat yo'liga kirganlar dahshatga tushsinlar. Bir 1449-yil 19-sentyabr kuni Samarqand yaqinidagi Dimishq qo'rg'oni tarafida Ulug'bek Mirzo bilan Abdulatif Mirzo o'rtasida jang bo'lib o'tadi. Dastlab qo'li baland kelib turgan Ulug'bek ba'zi amirlarning xoinligi bois yengiladi. Xiyonat yo'liga kirgan Samarqand qutuvoli Amir Mironshoh Ulug'bekni shaharga kiritmaydi. Panoh izlab borgan Ulug'bekka Shohruxiya hokimi ham sotqinlik qiladi. O'sha yili oktyabr oyida Qo'g'indi shoh hokimiyatni Abdulatifga rasmiy topshirish maqsadida Samarqandga kiritiladi. Lekin Abdulatif Ulug'bek dushmanlari qutqusi bilan otasini haj safariga ketishiga majbur qiladi. U shahardan chiqishi bilan avvalgi valiahd shahzoda Abdulaziz otaga bergan va'dasiga qaramay akasi tomonidan jallod qo'liga topshiriladi. Mirzo Ulug'bek esa Makka safari yo'lida hali Samarqand hududidan uzoqlashmasdan turib, Abdulatifning Abbos ismli alamzada navkari qo'li bilan vahshiylarcha boshi tanasidan judo etiladi. Ulug'bekni qatl etish to'g'risidagi fatvoga qo'l qo'ymagan qozi Kalon Shamsiddin Muhammad Miskin Ulug'bek qazosidan 2 hafta o'tar o'tmas bu yorug' olamdan ko'z yumadi. Uni zaharlab o'ldirishgan degan gumonlar ham yo'q emas. Abdulatif qirg'inidan bir iloj qilib omon qolgan Shayxul Islom Burxoniddin qisqa vaqt ichida Abdulatifdan bezor bo'lgan ruhoniy va amirlarni bir yerga yig'ishda rahnamolik qiladi. Oxir oqibat fojiadan 6 oy o'tib, Padarkush Abdulatif Ulug'bek Mirzoning sodiq kishilaridan biri Bobo Husayn Bahodir tomonidan qatl etiladi. Ulug'bek to'plagan, ijod qilgan ilm xazinasining bir qismi Ali Qushchi boshchiligidagi olimlar tomonidan saqlab qolinadi. Lekin Ulug'bek Mirzodek murabbiysidan ayrilgan rasadxona yillab qarovsiz qolib ketadi. Xonliklar orasidagi tinimsiz urushlar, tez-tez bo'lib turadigan qahatchilik, qurg'oqchilik, kuchli zilzilalar kabi tabiiy ofatlar uni tuproqqa ko'mib yuboradi. Keyincha uning qolgan qutgan qismi johil gumrohlar tomonidan tamoman buzib tashlanadi. Jumlai jahon tahsiniga sazovor bo'lgan rasadxona yo'qlikka yuz tutdi. Falakda yonib turgan Ulug'bekning hayot yulduzi bevaqt so'ndi. Ammo olim umrini bag'ishlagan so'nmas yulduzlar orasida u dunyo fani va tafakkurda yoqqan sharaf yulduzi ming yillar osha porlab turgusidir.